Assalomu alaykum qizlarjonlar. Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Hammanglar sog' omonmisizlar? Xonadoninglar tinchmi? Bolajonlaringlar yaxshimi? Kuninglar yaxshi o'tdimi? Ro'zani 27-kuni hammanglarga muborak bo'lsin qizlarjonlar. Mana bugun bismillah deb sizlarga video olishni boshladim. Bugun men ujinga bolalarimga tovuq qanotchalaridan chitir-chitir bo'lib chiqadigan KFC tayyorlab bermoqchiman qizlar. Mana boya soat 2larda marinovat qilib qo'ygandim qizlarjonlar. Uch soat avval qilib qo'ydim. Xohlang bir kun, 2 kun avval qilib xolodilnikka qo'yib qo'ysangiz, zo'r mazali bo'lib chiqadi yana ham. Shunaqa. Mana hozir bu 2-3 soat turdi. Bu yoqda yonida ozgina fri ham qilmoqchiman qizlar. Kartoshkalarimni yuvib, mana 4 ta dona kartoshka yuvib, yaxshi archib, yuvib, muzdek suvga solib qo'ydim. Что chitir-chitir bo'lib chiqishi uchun. Bu yoqda ozgina salat qilardim qizlar, uyda bor narsalarimdan. Qilmasa ham bo'ladi, ozgina qilay dedim. Mayli yeymiz yonida, quruq-quruq bo'lmasin. Shunaqa un elaylab oldim. Endi bu yog'i hozir keyingi etap un elaylab oldim. Unga men ozgina kraxmal qo'shaman. Yana ham chitir-chitir bo'lib, xrustyashi bo'lib chiqadi usti. Kukuruzli kraxmal qizlar, mana unga ozgina solamiz. Qizil paprika solamiz mana. 1,5 qoshiq soldim. Qoshig'im juda kichkina. Tuz solmayman. Bu yoqda o'zi tuzi norma qizlar. Hozir hammasini bitta aralashtirib olamiz-da. Suvga solib, yana bitta-bitta unlaymiz qizlar. Bitta-bitta unlab, cho'kka taxlab tushiramiz. Bittada qilib olaman va bittada qovurib olaman, keyin qizartirib olaman. Mana qizlarjonlar qilib oldim. 2 marta qaytarasizlar-da, suviga solib, unlab, mana endi qovuramiz. Yog'larim qizib turibdi, hozir solaman. Bu yoqda mana frilarni ham bir yondan buni ham qizartirib olaman. Endi bismillah deb qizib turgan yog'ga tovuqlarimizni solib olamiz. Bismillah. Pasta tayyor bo'ladi. Faqat marinovkasini sal avvaldan qilib qo'yishinglar kerak. Bir kun avvalmi, yo 3-4 soat oldinmi? Tovuqga mazalari o'tib turadi-da. Soldim. Anor so'si soldim. Limonimizni sug'ordim. Aralashtiramiz.
Yonida ozgina salat qilyapti. Yonida sous salatlarimiz tayyor. Kartoshkalarni chiqarib olamiz. Keyingisini sovuramiz. Yo'qmi? Tomatchalar ham qizarib chiqdi. Buni ham chiqarib olamiz. Rangini qaranglar. Ko'rdingizmi? Chiqir bo'lib chiqadi. O'rta olovda shunaqa qizarguncha pishirib olasizlar qizlar. Baland qilvormanglar, chunki usti tez pishib qizarib ketadi-da, ichi pishmay qoladi. Ichi ham pishishi kerak. Endi yana bismillah deb keyingi ko'pkani solamiz. Yaxshilab ko'p pishiraman qizlar. Baribir bolalar ham yeydi-ku. Shala bo'lib qolmasin deyman. Mustafa kamroqda qovalamiz. Bu pishib chiqsa yana bitta qo'tka bor mana. Mana qizlar oxirgi qo'tkasini soldi. Qaranglar, tillarang bo'lib qovurilyapti. Bu yerda mana kartoshkalarimiz qizarib chiqdi. Ustiga bir rot tuz sepdi. Kartoshkamiz tayyor. Qaranglar qizlar, mana chitir tovuq qanotchalaridan bo'lgan KFC'miz pishib chiqdi. Mana. Kelinglar ujinga. Yonida sous salatlar bilan, kartoshka frilar bilan maza qilib yeymiz. Bismillah deb mana og'izlarimizni ochib oldik. Kelinglar qizlarjonlar, iftorga yoqimli ishtaha. Tovushlarni qaranglar mana. Ichlari xil bo'lib mana pishib chiqdi. Bismillah deb yeb ko'ramiz. Gap yo'q. Birga bir o'xshab chiqibdi, qilib tayyorlab. Uydagilarni xursand qilinglar qizlarjonlar. O'xshabdimi adasi? Zo'r har doimgidek. Chitir-chitira. Gap yo'q. Qo'llaring dard ko'rmasin. Osh bo'lsin. Yoqimli ishtaha. Keyingi videogacha hammanglar Allohga omonat bo'linglar.